ko'p yillik tajribaga egasiz. Bugungi dars shunchaki dars emas, ko'proq nazariy ma'lumot bilan amaliy mashg'ulotni ishqi pechakguldek chirmashtirib o'tamiz. Shuning uchun nazariy ma'lumotni bilish boshqa, uni yetkazish boshqa. Bu ikkinchi etap muhim hisoblanadi. Ana shunga e'tibor qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Ikkita so'z nihoyatda muqaddas va mag'rur jaranglaydi. Bu sizga begona emas, umr mazmuningiz shunga aylantirilgan. Bu ham ta'lim, ham tarbiya. Har qanday jamiyatni istiqboli albatta ta'lim, tarbiyaga munosabat bilan bog'liq. Bugun qanday ta'lim bersak, erta indin shuni hosilasini ko'ramiz degan gap ham bor. Shuning uchun imkon darajada bugun rahbarning, maktab direktorining, o'qituvchining muloqot madaniyati, notiqlik san'ati, nutq madaniyatiga amal qilishi bilan bog'liq bo'lgan jarayon haqida gaplashamiz. Nima uchun bu zarur? Davlatimiz rahbari ta'lim sifati bilan bog'langan holda shunday fikr aytadi. Ta'lim sifatini oshirish yangi O'zbekistonning yakka-yagona taraqqiyot yo'lidir. Xo'p, ta'lim sifatini oshirish uchun nima qilish kerak deganda bir qator masalalar turadi, ko'ndalang va biz bularni aytamiz. O'zini sohasi bo'yicha keng qamrovli bilimga ega bo'lish kerak. Albatta, busiz mumkin emas. Va bir nechta xorijiy tillarni bilish kerak. Albatta, bu juda zarur. Va axborot kompyuter texnologiyalarini obdon egallagan bo'lish kerak. Albatta, busiz mumkin emas. Yanachi desa, o'zini sohasi bo'yicha Scopus yoki xorijiy jurnallarda maqolalar chop ettirish. To'rtovi ham zarur. Lekin hali bu sifatli ta'lim degani emas. Sifatli ta'limni ikkinchi bir tomoni, aniqrog'i bu tanganing ikkinchi tomoni bo'ladi. Olingan bilim, o'zlashtirilgan malaka, hosil qilingan ko'nikmani talabani ongiga singdirish mexanizmi bor. Ana shuning uchun bilish boshqa, uni yetkazish boshqa. Ana bu narsani pedagogning, direktorning germenevtik qobiliyati deydi. Albatta, Abdulla Avloniy nomidagi mana pedagog mahorat milliy institutda ta'lim olgan va ta'lim berishga va rahbarlik qilishga zavq-shavqi bo'lgan insonlar ko'p narsani egallashi mumkin. Shu borada men ham 40 yillik tajribaga ega bo'lganim uchun bu soha bo'yicha oyda bir marta direktorlar bilan uchrashaman. Nomzodlar bilan ko'rishamiz, muloqotga kirishamiz, samimiy suhbat qilamiz. Qanday savolingiz bo'lsa, bemalol savolni beraverasiz. Demak, asosiy mavzu kasbiy faoliyatda nutq madaniyati, notiqlik san'ati va muloqot etiketi, muomala madaniyati. Asosiy mavzu shu. Qaysi sohada ishlamang, qanday yoshda bo'lmang, albatta siz muloqotga kirishasiz. So'zlaysiz, tinglaysiz, fikringizni aytasiz. Lekin bizda bitta qusur bor. Bu nafaqat bizga butunlay, hatto katta professor, akademiklarga, hatto vazirlarga ham tegishli. Mikrofon, minbar, video kamerani ko'rsa, jamoaga emin erkin fikrini ayta olmaydi, qaltirab qoladi. Yuzi qizarib, bo'zarib, g'alati holatga tushadi. O'zini bilgan fikrini emin erkin aytish mumkin-ku, mana shu jarayonda bizlarda qusur bor. Bu o'qituvchilarda ham xuddi shunday. Mana hozir 10 soniya ko'zingizni yumingda sizga maktabda, litsey, kollej yoki oliy o'quv yurtida dars bergan o'qituvchilarni bir ko'z o'ngingizdan o'tkazing. Shunday domlalardan ma'ruza tinglagansiz, ularning ma'ruzasini tinglagan paytda siz uchun Demidrol doriga hojat yo'q, uxlatib qo'yadi. Bittasi ustoz debdi, tinchlikmi desa, sizga rahmat debdi. Bolam, 35 yildan buyon dars beraman. Mana shu so'zni kutib ishladim. Nima uchun rahmat deyapsan desa, domla shunday bir monotonli leksiya o'qidingiz, onamni allasi ham bir para meni bunday maza qilib o'qitmasa kerak degan. Kulgili, lekin eng katta fojia o'sha joydan boshlanadi. O'quvchini qiziqishi bilan qiziqmagan o'qituvchining ham qizig'i yo'q. Birinchi navbatda biz uni ongi shuuriga qiziqarli ma'lumotni jalb etish usulini bilishimiz kerak va o'qituvchi nutq xususiyatlarini chuqur egallagan bo'lish kerak. Rossiyani imperiya qilgan Pyotr I bilasiz. Uning maktab reformasi bo'yicha bir islohoti bor. Bunday dedi: "Garchi yetuk bilimga ega bo'lsa ham,
nutqiy nuqsoni bor bo'lgan o'qituvchi sinfga kiritilmasin. Nega unday degan? Nega unday farmon chiqazgan? Sababi bolalar ergashuvchi, taqlidchi va takrorlovchi bo'ladi. Har ikkalani gapirda to'y значит tak deb tursa, kim kafolat beradi? Bolalar o'sha o'qituvchiga takov значит bek to'ysuvich deb laqab qo'ymasligiga. Shuning uchun birinchi navbatda o'qituvchi auditoriyaga nima bilan kiradi? Ketmon, bolg'a, o'roq ko'tarib kiradimi? Nutqi va bilimi bilan kiradi. Mana shu ikkalasi bilan kiradi. Ana shuning uchun emin erkin gapirib, fikrini ifoda etish uchun albatta germenevtik qobiliyat degan tushuncha bor. Germenevtika nima? Kim shu so'zni eshitgan? Hermes hermenevtikani bilasizmi? Eshitganmisiz? Har qanday pedagogning germenevtik qobiliyati bo'lishi kerak. Mana Hermes degan Yunon mifologiyasi qahramonlaridan bu. Hermes buni vazifasi nima bo'lgan? Olim tog'ini cho'qqisiga chiqib, ma'budlarning gaplarini ommaga, xalqqa yetkazuvchi bo'lgan. Ana shu yetkazayotgan paytda nimadir tushib qoladi, nimadir qo'shiladi. Demak, ana shu yetkazish paytida to'liq informatsiya aniq yetib bormaydi. Hozir bu yerda bitta mashq ham qilamiz hali. Shunda aniq bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi navbatda ana shuni yetkaza olish mahorati shakllangan bo'lish kerak. Bu esa mashq o'z ustida ishlashdan boshlanadi. O'qituvchining ham, direktorning ham o'z ustida ishlashi so'z ustida ishlashdan boshlanadi. So'zni biz o'rnida qo'llay olmasak, uni maqsad mohiyati bo'lmaydi. Minbar qaysi harfga o'xshaydi? Men Qaysarga o'xshayman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Jamiyatni o'sishi va to'sishiga sabab bo'ladigan juda ko'p tushuncha, terminlar o'zbek tilida bor bo'lganlari aynan t bilan boshlanadi. Keling, bitta sanaymiz. T bilan boshlanadigan so'zlarni, jamiyatni o'sishiga xizmat qiladigan o'zbek tilida bor bo'lgan t bilan boshlanuvchi so'zlarni sanaymiz. Taraqqiyot, barakalloh. Ta'lim, tafakkur, tarbiya, ta'sirot, juda to'g'ri. Texnologiya, barakalloh. Tinchlik. Ta'minot. Totuvlik. Targ'ibot. Yana tijorat, tadbirkorlik, tejamkorlik ketaveradi. Endi o'sishga emas, to'sishga sabab bo'ladigan o'zbek tilida bor bo'lgan t bilan boshlanadiganlarni sanaymiz. Boshladik. Tahdid, to'g'ri. Tazyiq, ta'qib, yana to'siq, tuhmat, talon-taroj, tovlamachilik 167-168. Keyin yana terrorizm, tanazzul, tajovuz ketaveradi. Shu savolni bergan paytimda to'rda bitta o'qituvchi shunday o'tiribdi. Aslida o'qituvchi emas, talaba bunday qiladi. Ko'zni ochadi, yana ketadi. Charchagan. O'rningdan tur, takasal tang tambal talaba dedim. Ko'z yumilgan holatda turibdi. Ko'zni ochish uchun mador kerak-ku, quloq eshityapti. Balki menga aytmayotgandir, xotirjam o'tiribdi. Takrorladim. O'rningdan tur, takasal tang tambal talaba dedim. To'xtab, balki menga aytayotgandir deb erinib, faqat zo'rg'a bitta ko'zini ochdi. Tur o'rningdan dedim. Tun bo'yi yurasan izg'ib, kunduzi o'tirasan mizg'ib. Sen ham kurs sochlaringga o'xshab turgan bitta misol ayt. Hech bo'lmasa talabchan degin, hech bo'lmasa ta'sirot degin desam, o'zim so'zim bor dedi. Ayt desam, tanaffus dedi. O'ziga moslab qo'yaverdi-da. Shuning uchun ham tilda hikmat ko'p. Til tilsimoti texnologiyasi muhim. Mana endi qarang. Til, tarix, taraqqiyot, tarozi. Kerak emas bizga qozi. Siz bo'lingiz mendan rozi, aslo bo'lmangiz norozi. O'tar ketar qish, kuz, bahor, yozi, dedi Rahim Jumaniyozi.